Chapaklar yoki chalpaklar mamlakati. 4-qism. Uning deyarli har jumlasi gulduros qarsaklar bilan olqishlab turildi desa lof bo'lmas. Zotan bu xil namoyishlar bizga begona emas. Ommaviy chapakbozlik muhitida o'sib ulg'ayganmiz. Ko'zlarimiz ko'nikib, quloqlarimiz toblana chiniqib ketgan. Bir chapakbozliklarni ko'rdik. Ta'rifiga so'z qayda? Bog'cha yoshidan boshlab chalganmiz chapakni. Goho shunday berilib ketardikki, majlis marosimdan keyin kaftlarimiz bir necha kun lovullab yurardi. Buyam bir mehnat-da, og'ir mehnat. Ayniqsa, minbardan chiqayotgan gaplar shunchaki havoga uchayotganini, hech qachon amalga oshmasligini sezib bilib tursangiz, ayniqsa balandparvoz shior shaklida otilayotgan bu so'zlar ishonch-e'tiqodingizga zid bo'lsa, teskari bo'lsa-yu, o'zingizni samimiy, sadoqatli ko'rsatib, bor kuchingiz bilan kaftni kaftga urmoqqa mahkum etilsangiz. Og'ir, juda majburiy mehnat. Ko'pni ko'rgan kattalar-ku bora-bora bu ishning mashqini olib, qitmirona yo'llarni topishadi. Ammo hali hech gapdan bexabar, beg'ubor ko'ngilli bolalar hiyla-jabr. Safarimiz davomida shunday manzaralarga ko'p bora duch keldik. Ayniqsa, poytaxtdagi Xonmanmen nomi bilan ataluvchi namunaviy kashshoflar saroyiga borganimizda bizni olqishlab chapak chalgan, uzundan uzoq chapak chalib turgan bolakay va qizaloqlarning qo'lchalariga jonim achib ketdi. Bas, jinnivoylar, bas. Biz bu yerga shunchaki sizlar bilan tanishgani, sizlarni ko'rgani keldik. To'g'rirog'i, bizni bu joyga ma'lum bir rejaga binoan majburlab olib keldilar. Ochiq chehra va bu qadar marhamat bilan kutib olganingiz uchun tashakkur, minnatdormiz. Ammo biz nima karomat ko'rsatdik? Sizlarga nima sharofat keltirdikki, bunchalik kuyib-pishib chapak chalyapsizlar? Qo'yinglar bas endi, qo'lchalaring og'riydi. Shu behuda harakatga ketgan vaqt va kuch-quvvatingizni boshqa foydaliroq ishga sarf etganingizda o'zingiz ham, yurtingiz ham bunday go'yga tushmagan bo'lardi. Uginalardan-ku gunoh yo'q, yosh bola. Biroq mana bu jonini jabborga bergudek zo'riqib, kuchanib chapak urayotganlarga nima deysiz? Majlis 6 tilga tarjima qilinmoqda edi. Ichida bizga tushunarli birorta til yo'q. Biz biladigan birdan bir xalqaro til o'ris tili. Ammo uni tilga olmoqqa hazar qiladilar bu yerda. To'g'ri, anjuman ahli orasida rusiy zabonlar ham bo'lsa bordir. Kechagina shu til bu o'lkada ham ikkinchi ona tili maqomida bo'lgan. Lekin bugun u muqaddas sotsializm g'oyalariga shak keltirgan, xiyonat qilgan sotqinlar tili. Bu tilda so'zlagandan ko'ra tillarimiz uzilib tushsin. Shu yo'l bilan o'rislardan, Rossiyadan go'yoki bir o'ch olinayotir. Uning ulug' va qudratliligi o'ziga buyursin. Birovingda o'ching bor ekan. O'zing hisob-kitob qilavermaysanmi? Tavarish Baxtiyor bilan menda nima ayb? 3 kun bir joyga qadalib o'tirib hech baloni tushunmaydigan bo'lsak, bu yerga kelib nima qildik? Chamasi bu izdihomda o'ris tilidan boshqasini bilmaydigan bezabon biz ikkalamiz edik xolos. La'natlar bo'lsin. Dorilfununda talabalik yillarimiz dilbargina chet tili muallimamiz bilan talashgan edik. Biz kelajakda jurnalist bo'lamiz, yozuvchi, shoir bo'lamiz. Tarjimon tilmoch emas sizga o'xshab. Chet tili kerak bo'lsa, o'zingiz o'rganavering. Umrimizda biror marta chet elga chiqamizmi, yo'qmi Xudo biladi. Shugina uchun putbayni yodlab o'tirishimiz shartmi? Ikkinchi ona tilimizni bilib olsak, bas, bizning Makkamiz Moskov. Bu yog'i mana bunaqa bo'lib, o'sha sudbaylarga dar qolib o'tirishimizni kim bilibdi deysiz? La'natlar bo'lsin. Shu o'ylar bilan tarjima go'shagini ermakka aylantirib o'tirarkanman, ajnabiy chuldirashlar orasida bir tilga oid ayrim kalimalar yuragimga yaqin, qulog'imga qadrdondek eshitila boshladi. Ko'p so'zlari tanish, tushunarli, ajabo. Arab tili. Bora-bora gap nima haqda ketayotganini anglaydigan bo'ldim. G'ayrat qildim. Bu ketishda 3-4 kundayoq muqaddas kalomulloh tilini uncha-muncha bilib oladigandekman. Anjuman soatlari mashg'ulotim ham
ovunchoq ermagim ham shu bo'lib qoldi. Ammo bizning g'amimizni yeb qo'yganlar ham bor ekan. Ertasi kuni hali majlis boshlanmasdan mehribonimiz tovarish Yak ulug' dohiyning kechagi ma'ruzasi o'rischa matni bosilgan bejirimgina broshurani qo'limizga tutqazdi. U ahvolimizdan xabardor edi, shubhasiz. Taajjubdan og'zimiz ochilib qoldi. To'g'ri, dohiyning ma'ruzasi, tarixiy ma'ruza. Biroq qachon tarjima qilib, qachon nashr etib ulgurishdi ekan? Nahotki tovarish Baxtiyor ikkalamiz uchungina qilingan bu ish? Ajab emas. Chunki anjuman ahli orasida bizdan boshqa bezabon bo'lmasa kerak. Ikki kishinigina deb atay kitob chiqarish aqlga sig'adigan ish emas albatta. Lekin o'rislarning naqli bilan aytganda zo'r maqsad yo'lida har qanday mablag'dan ham ko'z yumsa arzir. Muayyan bir g'oya mafkurani targ'ib etish, singdirishning eng soz, eng ishonchli usuli shu: sarf etilajak sarmoyaning yuziga qaramaslik. Chuchmalzabonroq bir domlamiz lutf etganidek, ofarin va tasanno demoqdan o'zga iloj yo'q. Safarimiz davomida keyin ham bunaqa hozirjavob nashrlardan ancha-munchasiga ega bo'ldik. Qayerga bormang, qo'lingizga bir dasta kitobu taklifnoma-yu tashrifnoma tutqiziladi. Olsangiz ham olasiz, olmasangiz ham olasiz. Qoida shu, majbursiz. Bo'yin tovlab ko'ring-chi. Bu risolalarning aksariyati ulug' dohiy qalamiga mansub bo'lib, o'ris tilida ham chop etilgan. Aftidan bizga o'xshaganlarga mo'ljallab. Va qo'shni g'arbiy Buriyo bilan qo'shiluvning 5 sharti deb atalar edi. Ular turli yillarda chiqarilgan. Yil sayin qo'shiluv shartlari ortib borardi. Bir qarashda oliyjanob maqsadni ko'zlab yozilgandek tuyuladigan bu asarlarning turgan-bitgani riyodan iborat edi. Musofirxonada zerikib o'tirganlarimda erinmay o'qib chiqdim-da. Barining mazmuni deyarli bir xil. Boshida sotsializm g'oyalarining jozibadorligi to'lib toshib ta'riflanadi. Marks, Engels, Lenin va Mao Zedundan iqtiboslar keltiriladi. So'ngra asosiy maqsadga ko'chiladi. Qarang, qandoq ajoyib tuzumda yashamoqdamiz biz. Sizu biz bir millatmiz, qondosh-u qarindoshmiz, bir jon, bir tanmiz. Keling, eski ginalarni soqit qilib, yangicha asosda birlashaylik. O'shanda siz ham biz kabi ajoyib tuzumda yashaydigan bo'lasiz. Buning uchun esa mana bu shartlarimizga ko'nmog'ingiz lozim. Ammo bizga ma'lum bo'lishicha, sizning bu shartlarga qo'shilmoq niyatingiz yo'q. Negaki siz yirtqich, yovuz kapitalizm balosi yo'ldan urib ulgurgan, bedavo dardga yo'liqib bo'lgansiz. Shunga ko'ra biz siz bilan aslo birga bo'la olmaymiz. Afsus, afsus. Shuningdek, safsatalarga to'la kitoblardan olam jahoni yig'ilib qolgan ekan. Qaytar chog'imiz bularni nima qilishni bilmay, tovarish Baxtiyor ikkamizning rosa boshimiz qotdi. O'zimiz ko'tarib ketsak ketardikki, ularni olib ketolmasdik. Tashlab ketish ham noqulay, boz ustiga xatarli. Xonalarimiz biz yo'g'imizda har dam, har daqiqa muntazam tekshirib turilishi tayin. Sinab ko'rganmiz. O'ylay oxiri bu nodir nashrlarni Toshkentdan patir-matir yegulik ul-bul solib kelgan karton qutiga joylab, go'yo shoshilishda esdan chiqarib qoldirgandek, tovarish Baxtiyorning, mening emas, zinhor delegatsiya rahbariya xonasidagi bir burchakka tiqib qo'ydik. Keyin bu la'nati yukni aeroportda g'amxo'r tovarish Yakning qo'lida ko'rib, Baxtiyor ikkalamizning aqldan ozib qolayozganimizni ham aytaymi? Ulug' dohiyning ijodi Toshkentga qaytib kelganimdan so'ng ham tinch qo'ymagani, meni ta'qib etganiga nima deysiz? Bu riyonni mamlakatimizdagi muxtor vakili bir kuni mashinasiga bayroqcha tikib, o'zining ta'biri bilan aytganda, meni muborakbod etgani bir ikki mulozimi bilan ishxonamga tashrif buyurdi. Qo'limni qattiq qisib ko'risharkan, yuzimga ajib bir havas va samimiyat bilan boqib, ulug' dohiy tovarish xonman men ila uchrashmoq, salomlashmoq va hatto birga suratga tushmoq yuksak sharafga muyassar bo'lganimdan bag'oyat mamnunligini izhor etib, meni qizg'in va astoydil qutladi. Keyin qimmatli sovg'amizni qabul etgaysiz, deya zarqog'ozga o'ralgan salmoqligina bir nimani qo'limga tutqazdi. Rasmiyatga ko'ra uni darhol ochib ko'rib, ko'zlarimga ishonmadim. Bu ulug' dohiy tovarish xonman men qalamiga mansub esdaliklar kitobining o'ris tilidagi yaltiroq muqovali, benihoya ko'rkam, hashamdor nashri edi. Odob yuzasidan kitobni varaqlay turib, bu qadar qimmatli tuhfasi uchun tovarish muxtor vakildan bag'oyat minnatdor ekanimni izhor etmoqqa majbur bo'ldim.
Ha, chindan ham nodir asar, derdi sho'rlik tavarish Muxtor vakil gapimga chippa-chin ishonib, hayajon aralash. Yaqindagina nashrdan chiqdi. So'ng ulug' dohiyni ham, nodir asarni ham qo'yib, boshqa safar taassurotlariga ko'chdik. Mening anchayin mehmonnavozlik yo'liga aytayotgan lutfu lofiga qorishiq so'zlarimni jon qulog'ini berib tinglarkan, tavarish Muxtor vakil diplomatik mavqeini ham esidan chiqargandek, zavqini yashira olmay o'rnidan qo'zg'alib qo'yardi. Shunda men o'zim ham kutmagan qitmirona bir savol bilan unga murojaat qilmoqqa jur'at etdim. So'radimki, xabaringiz bordir, tavarish Muxtor vakil. Safar chog'i biz go'zal poytaxtingizdagi eng ma'lum va eng mashhur musofirxonada istiqomat qildik. Anjuman tugab, hamma ketgach, unda sherigim tavarish Baxtiyor ikkimiz ham orollik 10-15 chog'lik tavarishlar qoldi xolos. 2 qanotdan iborat 45 qavatli butun bir ulkan binoda. Aytingchi, bu holning, bunday isrofgarchilikning sababi nima? Bu ko'rnamaklarcha berilgan savoldan esankiramadi ham. Bir zum bo'lsin o'yga ham tolmadi. Javobi tap-tayyor ekan bachchag'arning. Buni biz oldindanoq hisobga olgan edik. Azbaroyi, siz aziz mehmonlarning hurmatingiz uchun shunday qilindi. Boshqa begona odam qo'yilmadi musofirxonaga. To'g'ri, orada bir guruh xitoylik vatandoshlarimiz kelib ketishdi-yu, ammo ular oddiy sayyohlar bo'lib, sizlarga xalal bermasligi bizga ma'lum edi. Qolaversa boshqa odam yo'q edi demang. Musofirxonada necha o'nlab kishi sizlarning xizmatingizda bo'ldi. Yo tavba, bu gapga nima deysiz? Battar shakkokligim tutib, tavarish Muxtor vakilga qattiq sinovchan tikildim. Ammo u bir zum ham ko'zini olib qochmadi. O'zlarining haqligiga ishonchi shu qadar zo'r. Unga boqarkanman, bu odamni ilgari ham qayerdadir ko'rganga o'xshadim. Bo'ldi, esladim. Tavarishyak, xuddi o'zginasi. Akasimi, amakivachchasimi kim bu, kim bilsin, lekin bir xil, bir qolipdan olingandek bir xil-a. Nihoyat har luqmasi gulduros qarsaklar bilan olqishlab turilgan tarixiy ma'ruza gulduros qarsaklar ostida yakunlandi. Minbardan tushgan ma'ruzachi qaytib joyiga kelib o'tirmay, o'sha qarsak va olqishlarga chulg'anib to'ppa-to'g'ri majlisxonadan chiqib ketdi. Xuddi Sinchalakdagi Erraim rais Qalandarov kolxoz pravleniyasining yig'inini tark etganga o'xshab, sizlar majlis qilib turinglar, mening boshqa boradigan joylarim bor. Keyin ma'lum bo'lishicha, ulug' dohiy anjuman ahli bilan butunlay xayrlashib ketmagan. Asosiy uchrashuvlar hali oldinda ekan. Dastlabkisi shu yerning o'zida. Tushlik tanaffus chog'idayoq sodir etildi. To'g'ri, hozircha ramzan, g'oyibona suratlar orqali. Ulug' dohiy tavarish Xonmanmenning hayoti va ijtimoiy faoliyatiga bag'ishlangan tantanali fotoko'rgazma majlisxonaga yondosh uzun bir to'lor bo'ylab namoyish qilindi. Hamma suratda ulug' dohiy va sevinch va baxtiyorliklaridan yuzlari gul-gul yonib turgan xalq vakillari, hammasida ulug' dohiy va ishlab chiqarish ilg'orlari. Ko'pchiligida dohiy xalq xo'jaligining turli tarmoqlariga bevosita rahbarlik qilayotgani, qimmatli yo'l-yo'riq maslahatlar berayotgani aks ettirilgan. Lekin manzara deyarli bir xil. U zot qo'lini paxsa qilib nimadir demoqda. Orqasidagi bloknot va ruchka ko'targan bir to'p odam shosha-pisha yozib olmoqda. Keyin bildim, televizorda ertadan kechgacha takrorlanadigan axborotlarda ham xuddi shu ko'rinish ekan. Qo'l o'sha paxsa, atrofda o'sha bloknotchilar. Ba'zi suratlarda dohiy qiziqroq gap qilganmi, barcha chapak chalib uni olqishlamoqda. Biroq suratlarning bari yuksak sifatli, tahsinga loyiq saviyada olingan va ishlangan. Muhimi benuqson. Qandoq eplashdi ekan? E'tibor berib qaramasangiz, ushbu suratlarda ham majlis marosimu ko'cha-ko'yda ham barchaning ko'kragidagi bir xil belgi. Ulug' dohiy tavarish Xonmanmenning siymosi tushirilgan nishonni ko'rasiz. Hamma yer, hamma joyda. Ataylab o'zim ser solib yurdim. Ha, darvoqe, bunday nishon taqmagan odam bor ekan, bittagina. Butun mamlakat bo'yicha yakka-yagona. O'zlari, kamtarlikni qarang, balli. Tavarish Xonmanmen juda kamtarin odam, deydi suratlarga izoh berib yonimizda yurgan tavarishyak. Qarang, hamisha xalq ommasi bilan birga. Juda deyman uning gapini ermakka ma'qullab. Ko'rinib turibdi, bunaqasi bo'lmagan. Sezgir tavarish yalt o'girilib, shunda menga ilk bor ishonchsizlik bilan yov qarash qilib qo'ydi.
Keyin bunaqa nishonni men xalqaro xonmanmen jamiyatining a'zolari bo'lmish fin sayyohlarining ko'kragida ham ko'rdim.